2025-yil 5-noyabr bizni kuzatib boruvchi obunachilarimiz bugundan xudo xolasa yana poliyada ishlarimizni boshlab oldik. Yana gilos ko'chatlarni ko'chiryapmiz. Quvasoyga, Samarqandga, Navoiyga dastlabki ishlarni amalga oshiryapmiz. Mana xudo xolasa yana poliya kelib oldik. Ertalabda ko'chatlar holati qanday qaraydi. Danayda bitta tagi bitta, tepasi ikkita payvand bo'lgan ekan. Mana ikkalasi ham ko'karib zo'rib qopti. Ko'chatlarimiz holati yaxshi. Xudo xolasa rosa boqilayotgan. Bitta liderli usulda tayinlangan. Ko'rib turibsizlar. Mana bular sorti samba. Mana bu gilos ko'chatlarimizni ko'rsatib qo'ying. Mana xudo xolasa 2 yil davomida tayinlagan, o'zimiz noldan tayinlagan ko'chatlarimiz egalariga topshiryapmiz. Xudo xolasa istiqbolli navlarni payvand qilganmiz. O'zbekistonda sinovdan o'tgan gilos navlarini Farg'onali bog'bon kanalidan sotib olishingiz mumkin. Juda ko'p navni olib kelib ko'paytirganman. Summalari yaxshi sotilyapti. O'zbekistonga juda ko'p gilos nav kirgan. Ular ichida sanoqlilarigina sinovdan o'tdi. Qolganlari sinovdan o'tgani yo'q. Payvanddagi vishniyada mana tomirlari ham zo'r. Bu qaranglar. Mana mevalarni. Mana shu ikkitalik gurt-gurtlar meva. Xudo xolasa biylar nishonasini ko'rsatgan, tepalarida ham bor ekan ikkitaliklar. Like'dan bosamiz, kanalni qo'llab-quvvatlaymiz. Gilosdan boq qilaman degan tanishlariga jo'natamiz. Bizda hozircha gilos ko'chatlarimiz sotuvda bor. Sog' bo'lasizlar. Rahmat.